Marhamatimizdagi eng darajasi baland dasturchi kim? Assalomu alaykum hammaga. Ismim Ziyodxon. 4 yildan beri dasturchilik bilan shug'ullanib kelaman. O'z faoliyatimni 2022-yilda boshlaganman. Andijon viloyatida IT parkda ta'lim olganman 1 yil. Undan keyin 1 yil Toshkent viloyatida IT Astronom akademiyasida ta'lim olganman. Undan tashqari Coursera onlayn akademiyasida ta'lim olganman. Hozirga qadar 51 ta xalqaro sertifikatga egaman. Undan tashqari yana 2 oy davomida Turkiyada ta'lim olib kelganman. Hozirda bo'lsa Turon o'quv markazida dars berish bilan va loyihalar ustida ishlash bilan shug'ullanaman. Hozirgacha katta loyihalarim bor. 20 dan ortiq katta loyihalarda ishtirok etganman. Ulardan ba'zilari Play Marketga joylangan. Xo'p, muallimi soniy dasturim hozirda Play Marketda 1 million foydalanuvchiga yaqinlashgan eng katta loyiham hisoblanadi. Bundan tashqari Anbiyolar qissasi loyiham bor. Unda yaqinda chiqarganmiz loyihani 10 mingdan oshgan foydalanuvchilar soni. Bundan tashqari Meros AI nomli sun'iy intellekt qilganmiz. O'tgan ajdodlarimiz bilan demak jonli tarzda muloqot qilish imkoniyatini beruvchi loyiha. Undan tashqari Turonda o'zini sun'iy intellektni ishlab chiqarganmiz, sun'iy intellekt ustozini ishlab chiqarganmiz va hozirda Istedod AI nomli loyiha ustida ishlayapmiz. Agar siz ham shunday natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, bizni kurslarda o'qishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun izohlarda kurs so'zini yozib qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.